Navro'z bahor, yangi yil bayrami. Ushbu bayram arafasida sumalak, halim, ko'k somsa, palov kabi turli xil milliy taomlar tayyorlanadi. Turli xil milliy o'yinlar, bayram tadbirlari, sayllar o'tkaziladi. Xiva tumanida Sherzod Otamurodov rahbarlik qilib kelayotgan 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan Assalom Navro'z deb nomlangan tadbir ham ana shular jumlasidan. Bayram tadbiri avvalida boshlang'ich sinflar bo'yicha direktor o'rinbosari Xurshida Xudoyberganova barcha ishtirokchilarni Navro'z bayrami bilan tabriklab, bu kabi bayram tadbirlari milliy urf-odat va an'analarimizni targ'ib etishini ta'kidlab o'tdi. Tadbir davomida qadim-qadimdan saqlanib kelayotgan milliy urf-odatlar, an'ana va qadriyatlar, milliy xalq o'yinlari namoyish etildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari Kunduz Bo'ronova hamda Manzura Masharipovalar tomonidan tashkil qilingan tadbirda 2A va 2B sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Bahor va Navro'z haqidagi chiroyli she'rlari tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Sen kelganda xursand ey Navro'z, jahonda yagona Xorazmimda xotirjamlik tinchlik olib kel. Men bahorman gullarim bilan, ilk yosh nurlarim bilan kirib keldim. Aziz bolalar, olib keldim gulu lolalar. Meni derlar go'zal bahora yetib keldim. Shoshsin sizlarga, maysalarim gul yulduzlarga. Gullarga ro'yxat to'chib Navro'z, ezgulik etsin, tinchlik etsin, dehqon hosili qilgan Navro'z. Tadbir davomida o'quvchilarning chiroyli kuy va navolarga raqsga tushishlari barcha tadbir ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Navro'zi olam tom ma'noda o'zining ruhi va g'oyalari bilan insonning doimo ona yer va tabiat bilan hamnafas bo'lib yashashi, har qaysi odamning qalbida uning dini va millatidan qat'iy nazar yashamoq va yaratmoq intilishlarini uyg'otish, ahillik va bardamlik tuyg'ularini mustahkamlash uchun xizmat qilib kelmoqda. Buning yaqqol isboti sifatida esa mana shu kabi bayram tadbirlarini aytishimiz mumkin. Bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi esa Navro'z umumxalq bayramini munosib tarzda nishonlash barobarida yoshlar ongiga milliy an'analar va qadriyatlarni singdirib borishda katta ahamiyat kasb etadi.